o'tadi. Endi menga ham yordami tekkanda, vaqtida Yordam tekkanini bilaman, yordam tekkanini bilaman. Xo'p, men ishlash demayapman, yordam tegmaydi demayapman. qo'limdan Men o'rtoqlaringga. nima ekan bitta uy bo'lsa, turibdi o'sha uy ham bo'sh. Turaversin. 2 kun endi prosta men aytdim, Odil aka dedim, 1-2 kun mayli turavering. Yakshanba kuni uydagilarim yo'lga chiqadi, borishadi dedim. Xo'p dedi. Mana endi nima qilasan endi? Ha? Uyda olmishishdan nima qilasan? Kamera bor tepaga. Kamera bor, kamera eshik tagida. Yana nima problema? Короче, qidiryapsan, topolmayapsan-da. Ko'ttichidan ham qidir endi. Qanaqa rang chichasan-da? Xotinni ko'tarib, nima, tema qilib o'tiribsan meni? Tema qilib o'tiribsan. Yo, men o'lay agar, men tema uchun ko'targanim yo'q. Chiqdi, shunday deb so'kdi dedi. Hay, men aytdim, opa, bilasiz-ku dedim, zekti qanaqaligini hamma biladi dedim. Ko'tishga shart o'ynaydi, o'zi ko'tov dedim. Yomon gap gapirganim yo'q. Sen ham ona tuqqan, sen ham opa singling bordir. Men buni, puli qolmasa yordam berib turaman. Avvalambor menga kuni qolmagan bularning erlari yaxshi, o'zlari mujik bolalar hammasi. Masalanda opamlarni ham o'sha katta bolalari Koreyada ishlab kelyapti, boshqa lekin sen nimasini u yerda nima qilib o'tirsan? Nima? Uni eshitib, nimasini eshitib o'tirsan? Kimdir sen men haqimda senga gapirsa eshitib o'tirasan-ku. Ana haqingda hech kim gapirmaydi. Hozir sen sen haqingda gapirsan, men gapiraman faqat. Sen haqingda gapirsan, faqat men gapiraman. Boshqa hech kim gapirmaydi sen haqingda. Sen hozir gapni eshit. Sen haqingda opa nito gapirgani yo'q. Birinchidan, prosta aytdi, sen ham singling bor, sen ham qizing bor. Nima qilasan, hamma ayollarni jalab deb gapirib chiqdi. Berga hamma ayol degani yo'q. Kecha biz Chingiz bilan o'tirdik, aroq ichib o'tirdik. Ha, shu sen aytsan, Eshtur. Soat ertalabki soat 3:30 edi. Tur o'rtasi edi. 5 gacha efir qildik o'tirib. Vino ham boy ichamiz dedi, hay dedim. O'tirdik, ichdik, maydaladik. Gapdan gap chiqib, menga yozmanglar. Ey, opalar, men hozir suyagim yo'q ayollarga. Men hozir sizlar bilan yasholmayman. Men aytdim, menga qaradim. Yo, onangni sikiysan, uylansang uylangin dedim. Hozir shu mahal dedim, baribir bir soat 3:30 4 dedim. Normal ayol o'tirmaydi. Normal ayol uxlayapti, bola chaqasini quchoqlab dedim. Nima dedim men? Keyin u yoqda to'xtab tur. To'xta. U yoqdan keyin onasini sikkan erkak Chingiz degan haromi shunda deyapti, bular berga o'tirganlar hozir deyapti, jalab bo'ladimikan? Nima bo'ladi deyapti. Men aytibman, qayerdan bilaman men deyapman. Qayerdan bilaman men deyapman. Jalabmi? So'skami? Men qayerdan bilaman deyapman. Uxlab yotibdi normal ayollar, bola chaqasini quchoqlab, ertalab ishga ketishim kerak. Yo, voqli turib bolalarni maktabga jo'natishim kerak. Uxlab qolsam, bolalar bog'chadan qolib ketadi deb uxlab yotibdi dedim. Seni uyingda ayollar nechida uxlaydi? Mana so'ragandan ayb yo'q, endi uzr lekin. Mana uyimda ayollar? Ha, nechida uxlaydi? Mana uyimdagilar bilan nima ishing bor seni? İşim yo'q, uzr lekin deyapman. Prost so'ragandan ayb yo'q. 10-11 larda uxlaydi. Ana, meniki ham shu soat 9dan keyin uxlaydilar. Sabab ertalab voqli turib soat 6da turib, bolalarni yuvintirib, ortirib, tishini yuvib, ovqatlantirib, faqat bog'chaga jo'natguncha 8 bo'lib keladi. Kecha qolsa bolalar bog'chaga kecha qoladi, maktabga kecha qoladi. O'shaga nisbatan uxlaydilar, yaxshi ayollar dedim. O'zi prinsipani mas'uliyat sezgan ayol 9-10dan keyin yotib uxlaydi. Nima qiladi internetga ular? Gaplashsa qarindosh bilan, "Alo, yaxshimisiz?" "Ha, yaxshi." "Ha, bola uxlatayotdim. Keyinroq telefon qilaman" dedi, esdan chiqib ketib uxlab qoladi u ham charchab. Ha, endi u ayol Rossiyada kampir boq ekanda. O'shanga aytdim. Meni Rossiyasi bilan nima ishim bor? Men unga bir narsa dedim, kampir boqsa yotib uxlamaydimi? Qo'tog'iga tomosha qilib berdi, ekran zapis qilib o'tiradimi, jalab. Ha, og'ziga qo'tog'im. Men olib bordim buni Rossiyaga. Sikilib ketmaydimi o'sha yerda? Men nima qildim unga? Yo, ismini aytdim, yo palonchi dedim. Sikilib ketmaydimi naxo'y? Unga bir yerda ajratsin dedim, omminga sikiga. Mana men qiz, invalid qiz, oyog'i bir tomoni yebrilish bo'lgan, buni kidat qo'yapti birovlar. Men shuni aytinglar borib. Bu qizni kidat qil dedim. Nega kidat qiladi u? O'zi invalid,
nogiron bo'lib qoladigan nimada 47 million so'm kerak bunga. Operatsiya qildirish. Operatsiya qilganda ham shayba tasha berishadi. Suyagini qaytadan nima qilib bo'lmaydi buni. Nega bu qizni yordam bermasdan biladi? Meni ko'tim tirasizlar, onangizki tushtirlog'ing bilan yopsayapsizlar. Mana sen erkakmisan 420 ming so'm tasha ber, sharoiting bor. Tasha kartasiga. Mushuk bo'lsang. Masalan soppa sog'lom, to'rtmurchak sog'lom odamga ham tasha berganman 300-400 dollarlab. Otdi qo'tog'i nima deyapsan sen? Va, menga tasha, hozir tasha menga 420 ming so'm. Qo'tog'imni tashlayman man shu gapimni. Tasha hozir. Erkak emassan. Ko'rdingmi? Tushundingmi? Erkak emassan, tasha olmaysan 420 ming so'm. Otdi qo'tog'i bilan muttaham tashani 420 ming so'm tasha olmaysan. Sen eshik qisganmi? Otdi qo'tog'i, sen nima nogironmisan sen? Bugun bo'pti, men yarmisiz man tashib yarmisiz sen tasha. Tatama tata. Tasha yarmisini men tashima, yarmisiz sen tasha. Tasha. Kartangni ayt. Hammasini tashlab 1 million senga tashlayman agar shu yerga 420 ming tashlab bera olmasa. Shu tamom. Kartangni aytay qiz. Yo'q, o'zi to'lasin. Monster o'zi to'lasin. O'zi to'lamaydi uni, mashinnik voy. Odamlar kishi urib hamma joyini yeb tugatdi, bemor beraman deb. Men aytaman, bugun agar bermasa menga aytasiz. Bo'ldi, rahmat Aliman deb. Men hozir ketishim kerak hali aka. Men senga yozib beraman, to'xtab tur shu yerda qiz. Hozir Ilhom. To'xta shu yerda, to'xta, qiz, to'xta shu yerda. Yo'q, kartangizni aytmang, to'xtang, o'zi kelib beradi hozir. Mana telefon qilaman. Aytmana men senga tashima hozir. Erkakcha gap. 420 ming so'm tashab beraman. Ya o'zi tashasin deyapti-ku, o'zi beradi mana hozir. Aytay qiz kartang tashamaydi u senga, bermaydi u. 1 millionni beraman, hozir men bu tashasa 1 million berishim kerak bunga deb, bu gandon monster qidirib boshladi endi. O'shanga bermay. Kerak emas 1 million so'ming, shunda olib beraman bu qizga. Ayting kartangizni, ayting. Qo'ying, zekaga keyin efirlarda yurmasin. Sirrochni mani efirga kiringda, tez bo'ling. Ha, kirsin, pulini bersin. Nima kidat qiladi? O'zi bechara yordamga muhtoj ayol ekan. Nega kidat qiladi buni? Jizzaxli qiz, Jizzaxda qayerdansiz? Jizzax o'zdaman. Shahardanmi? Alo. Ilhom yaxshimi? Ha, aka. Ishlar zo'rmi? Yaxshimiz. Zo'rmisiz? Sirrochni men ana Alibanat profilim borki, mayda profilim. Aha. Zek bormi podpiskangizda Zek? Bo'lishi kerak. Shunday kiringda promo efirga sразу ochinglar iltimos sizdan. Mana borman. Kiring. Bo'ldi, hozir 2 minut aka. Davay. Hozir buni ko'radi, qo'yam kelmaydi. Va alaykum assalom. Hozir shu yerda bilaylik, yo bu qiz eldayotgandir, yo monster eldayotgandir. Ilhom beradi pulni. Ilhom beradi. Ilhom nima? 400 mingga qotib. Mana ikkalasi gaplashadi hozir. O'tgan kuni shunday pul kerak bo'ldi, men hech kimdan so'raganim ham yo'q. Aka dedi, nima gap dedi? Nima gap dedi? Men aytdim, Ilhom dedim. Shuncha pul kerak desam, ishoning Zek aka. 1,5 ming dollar pul so'radim Ilhomdan, yo'q demasam bezatkas tashlab berdi shu bola. Endi 420 mingga qotib qolgan joyi yo'q bu bachcha. Necha kundan beri yozyapman. Xo'p, opa ko'rmagan ochadi, o'qiydi. Hozir tashlab beradi. Hozir kiradi. Yo'q, o'shaning uchun men umuman tema qilmadim. Zek bilan aloqalarni bermaydi, Ilhom bermaydi deb. Beradi hozir kiradi aytdim-ku. Bersin, qani ketsin, bersin. Bersin shu yerda. Keladi hozir. 1500 o'ziga zarur bo'lganda. Yaxshi o'rayapsan, bugun ham urdi senga nima? Aka Qodir urdi-ku boya 50 ga. 50 ga urgani yo'q. Top 1 ga olib chiqib qo'ydi, 249 ga urdi. 249 ga. Mujik. Bizga ham nasib qilsin. Bayla o'tkir top 1 da turibman. Qayerdan o'tib ko'raman, ko'ra olmayman, ikkinchi telefonim yo'q meni. 252 ga bilan. Mujik. Gap yo'q. Va alaykum assalom, yatbara, yaxshimisiz? Menga ham bersaydi aka Qodir. Mujik, gap yo'q. Menga ham bir baxtim ishlab, meni ham olmadim kelib
Xudo bir Sen, ko'ngli sotmay. sen yaxshi inson bo'lsang, yaxshi ana bo'lsang olasan sen ham. Bir Nima yomonlik qildim men senga? Yo, nima yomonlik qildim? Aka, привет. O nima yomonlik qildim? Aytgan, mashina qilding sen menga degan. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yo, qaysi biringga bittanga yomonlik qildimmi? Nima qildim? ya sen hammaga yaxshilik qilasan. Mana ehson sevarsan, ehson qilaysan opaga. Voy, Bittanga ayta olmaysan. Zek aka, siz mashinaga ish qilsiz, menga mashinaga yomonlik qilding deb ayta olmaysan. Faqat gapirasizlar. Hozir nima bilan Faqat gapirasizlar. Bittanga, qayda bittang chiqib ayt. hozir yo'lga chiqib ketishim kerak, aka, telefon qilaman hali. Alloh rozi bo'lsin sizdan aka. Efir ochdimi Ilhom? Izlayman. Ayta olmaydi hech qaysi nima desang, men bularni eshikni taqilab borib birtasiga ham xalaqit bermaganman. Meni ishim ham yo'q bularning hayot tarzi bilan-da. Ayta olmaydi hech qaysi. Sen menga mashina qilding deb ayta olmaydi axir. Qayerda aytadi? Men bular eshigini qayoqqa qo'yishini qarang opa, ey opa. Ha, alaykum. TikTokdan pul yecha olasizmi? Pul yecha olaman. O'zim profilimdan lekin yecha olmayman. Mani profilim yechib bo'lmaydi. Boshqa hamma profildan yechib bera olaman. Narxini bersang. Alibanat aka, siz